Kitap o'qishning hayotimizdagi ahamiyati. Abduri Muhammad Yusuf. Davomi. Kitap sovuq qilish Uyg'ur xalqining esil an'analaridan biridir. Uyg'urlar azaldan turkiy xalqlar ichida eng madaniyatli bir xalq bo'lgan. Ularda har xil sovuqlar bo'lgan bo'lsa-mu, bularning ichida kitob sovuq qilish odati eng qadrlashga arziydigan an'analarning biri edi. Mana bu Uyg'urlarning kitobni qadrlaydiganligining bir dalili. Kitobni qadrlash madaniylikning ifodasidir. Ulug' olim Mahmud Qashqari Türk tillar divanini yozib bo'lib, o'z davridagi islom dunyosining xalpisi Abul Qasim Abdullah Muqtadi bi amrillohga sovuqliganligini kitobning beshida tantan bilan jakalagan. Qadimgi davrda Sharq dunyosida kitob yozib, shohlarga, baglarga taqdim qilish, hatto kitobni baglarning nomida atash xeyli umumiy odatga aylangan ekan. Öz davrdagi ma'rifatli podshohlar mol dunyoga nisbatan yanala ma'naviy sovg'a kitobni aziz biletdigan. Chunki kitob mangulik yodgor bo'lib qoladi. Uyg'urlarning kitob taqdim qilish odatini amaliy harakat bilan eng yuksak pallaga yetkazgan olim Yusuf Xos Hojib umrlik to'plagan ilg'or bilim jug'lanmalarini 18 oylik mehnatlik emgak orqali qog'oz yuziga tushirib, uni Qutatqublik deb atab o'z davridagi Qaraxonlarning hukmroni Hasan Bug'roxonga sovg'a qilgan edi. Bu ikki olim boshlab bergan kitob sovg'a qilish an'anasi keyingi avlodlarga miros qilib, necha minglagan esil kitoblarning barliq kelishiga ma'naviy turtki va ulgu bo'lgan. Tarixiy Rashidining Abduri Mirza Muhammad Haydar Go'rakan kitobini Saydiya xalqining shu davrdagi xoni Sulton Abdurashid xonning nomida yozib, uningga taqdim qilgan. Əlşir Navoiy özünün xeyli köp əsərlərini Hüseyin Mirza Sahibqiranның namığı yezib, onunğa təqdim qılğan. Abdurrahman Cami özünün Baharistan namlıq kitabını Sultan Sahibqiran Hüseyin Bayqaranның namıda yezib, onunğa təqdim qılğan ikən. Yar Muhammed Tayir Doluqның Qayda Usullarımız namlıq kitabından qısqartıb ilindi. Kitobni hatto o'zining balasidan aziz bilgan Uyg'ur xalqi kitob yozishni mangulik qismat deb qaragan. Biriga biror kitobni sovg'a qilishning uzilmas savob, sadiqa joriy qilganlik ekanligini yaxshi tushungan xalqimiz kitob sovg'a qilishni milliy va diniy an'anaga aylantirgan. Bu esil an'anani davom qildirish hozirgi avlodlarning burchidir. Qanday bo'lib hozirgi Uyg'urlar kitobni oz o'qiydigan bo'lib qoldik? Hozirgi Uyg'urlarning kitobni oz o'qiydigan bo'lib qolganligining sabablaridan biri Uyg'urlar boshdan kechirgan madaniyat zo'r inqilobdan iborat madaniyatni, asar atiqlarni va millatning qimmatli yodgorliklarini yo'qotishni maqsad qilgan ta'tir quyunning keltirib chiqargan falokatlari bo'lishi mumkin. Chunki Uyg'urlarni idora qilganlar ularni kitobdan yiroq qilish orqali ulardagi milliy va diniy ruhni yo'q qilib, ularni nodon qoldirib, idora qilish plani bo'yicha ish ko'rganlikdan ularning tunji nishoni bizni olimlarimiz bilan kitoblarimizdan ayirib etish bo'ldi. Olimlarimiz turmalarda nobud bo'ldi. Kitoblarimiz ko'ydirilib kul bo'ldi. Shunday qilib uzun vaqt bizni kitobdan ayirib etdi. Bu oraliqda dunyoga kelgan nasllar kitobdan yiroq holda o'sib yetildi. Balalarning tunji muallimlari bo'lgan ota-onalar o'zlari bilimsiz va kitobdan yiroq bo'lganlikdan bu oilada o'sib yetilgan balalarmi bilimsiz, ongsiz kitobdan yiroq bo'lib yetildi. Qanday qilganda balalarni kitob o'qishga odatlantirgil bo'ladi? Kitobdan yiroqlashib qolgan mundaq bir millatni kitob suydigan, kitob o'qishdan huzur halovat oldigan va kitobni eng ayrilmas hamrohim deb taniydigan qilib o'zgarib chiqish uchun bir avlodning almashishi va bu avlodning kichikdilla kitob suyarlardan qilib tarbiyalanishi shart. Balalarning ruhi kitob bilan bog'langan holda dunyoni ko'zlaydigan bo'lib yetilishi lozim. 1976 yil 1-oyda Nobel mukofotiga erishgan 75 kishi Parijga jam bo'lgan. Ularning biri, siz qaysi oliy maktabda va qaysi tajribaxonada eng muhim deb qaralgan narsalarni o'rgandingiz deb so'ralganda, chochlari qordek oqargan bu olim bolalar bog'chisida deb javob bergan. Ondan uningdan bolalar bog'chisida nimalarni o'rgandingiz deb so'raganda u o'zimning bir qism narsalarini do'stlarimga berishni, o'zimga taalluq bo'lmagan narsalarni olmaslikni, narsa keraklarni radlik qo'yishni, tamoq yeyishdan avval qo'l yuvishni, xato ish qilib qo'yganda apul so'rashni, qisqasi nimani qilish, nimani qilmaslikni o'rgandim
deb javob bergan. Onun bu cavabı bu yerga jam bo'lgan olimlarning o'rtaq qarashi bo'lib chiqqan. Bu qissa bizga muvaffaqiyat qozonish uchun ishni kichikidan boshlashning zarurligini, yana bir tarafdan nimani qilish, nimani qilmaslikqa kichikidan boshlab odatlanishning lozimligini tushuntirib berdi. Shunga bolalarda kichikidan boshlabla yaxshi odatni yetildirish bakmi zarur. Ondaqda nima uchun biz bolalarda kichikidan boshlabla kitobni yaxshi ko'rish odatini yetildirmaymiz? Bu shunchalik qiyinmi? Yaxshi ko'rish degan tug'ma bo'lmaydi. U faqat tarbiya va muhitning natijasi. Ata-ona bo'lg'uchining bolalarini yaxshi odatlarga ko'ndirishi ularning bosh tortib bo'lmaydigan vazifasidir. Bolalarda kitobni yaxshi ko'rish odatini yetildirish ularning cho'ng bo'lganda bilimlik, iqtidorlik, din va millatning ishiga yaramli odamlardan bo'lib chiqishining asosidir. Tarbiya mutaxassislari bolalarni kitob o'qishni yaxshi ko'rgan qilib tarbiyalab chiqish uchun tuvandagi takliflarni o'ttirib qo'ydi. Birinchi, bolalarning ko'zi eng dastlab kitobga ichilishi, ota-onasining kitob o'qiyotganligini, kitobga zo'r ahamiyat berayotganligini ko'rib cho'ng bo'lishi nihoyat muhimdir. Chunki bolalar har ishda ota-onasidan o'rnak oladi. Shunga bolalarning uyda hamisha kitob o'qilayotganligini ko'rishi va shundoq muhitda cho'ng bo'lishi ularning kitobni suydigan, kitob o'qishni kundalik ish harakatlarining muhim bir qismi qilib yetilish uchun shart-sharoit hozirlab beradi. Qisqasi, ota-ona kitob o'qishda bolalarga ulgu bo'lish lozim. Ikkinchi, bolalarni kitob o'qishga odatlantirish. Kitobdan huzur halovat ilishga ko'ndirish ishi ularning oldida kitobni ichib qiziqarli hikoya va qissalardan ularga jarangli ovozda o'qib berish bilan boshlandi. Ondan kitobdan tushunganlarini so'rash va sharhlab berish. Ondan asta-asta ularni o'qitib tangshash keladi. Ammo ota-onalar bolalarning qiziqishiga ahamiyat bermasdan o'zlari xohlagan kitoblarni ularga zo'rlab tangmaslik kerak. Chunki bunday qilish bolalarda aks ta'sir qo'zg'ab, ularda kitob o'qishdan nafratlanish kayfiyatini paydo qilib qo'ydi. Mutaxassislar bolalarga kitobni unlik ovozda o'qib berishning bolalarda o'qishga va o'rganishga bo'lgan rag'batini oshirganligini ta'kidlaydi. Uchinchi, ota-onalarning bolalarga har kuni bir qancha minut bo'lsa-mu kitob o'qib berishi zarurdir. Xususan, kichik bolalarga oqshom yotadigan vaqtda beshida o'ltirib bir qancha minut bo'lsa-mu kitob o'qib berish lozim. Buni ota bilan ana har kuni navbatlashib qilsin bo'ldi, ammo uzmasdan qilish lozim. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ota-onalar bolalarning kundalik o'yinlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish bilan bir vaqtda ular yaxshi ko'rgan va yoqtirib tangshaydigan kitoblardan ozroq o'qib berish lozim. Az bo'lsa-mu har kun uzmasdan kitob o'qib berish bolalarda kitob o'qish bo'lgan hirismanlikni paydo qildi. Bolalar ular 11 yosh kirgan qadar har kuni kitob o'qib berish talab qilindi. Bak yaxshi kitob bo'lmasa-mu yoki o'qib bo'lgan kitob bolalar qiziqqan bo'lsa, uni ularga o'qib berish lozim. Bolalarga kitob o'qib berish jarayonida bolalar zerikib qolmagan bo'lsa, ota-ona charchab qolsa-mu, sabrchanlik bilan o'qib berishni davom qilish lozim. 4. Bolalarning yotoqlarida hikoya va qissalardan bo'lgan har xil kitoblarni hozirlab berish lozim. Bolalar uyquga borganda va uyqudan turganda hamisha kitoblarni ko'rib tursa, kitobning ularning hayotining ayrilmas bir qismi ekanligini his qilgan holda cho'ng bo'ldi. Natijada kitobga va kitob o'qishga muhabbati yuqori bo'ldi. Imkoniyat bo'lsa, bolalarga uyning ichida kichik bir kutubxona qilib, uni chiroyli bezab berish lozim. 5. Bolalarni kitobxonalarga, kitob yarmankilariga ilib berish. Ularning ko'zi chiroyli ko'ringan va ular tanlagan kitoblardan ularga ilib berish lozim. Bolalar bilan kitob setib olishga kitobning shakli, rasmlari, rangi chiroyli, jalb qilarlik bo'lganlarini tanlash. Har bir kitobni tanlashda avtorning nashr qilgan o'rinning ismini o'qish, kitobning mundarajasiga va ba'zi bilimlariga tez-tez ko'z yugurtish. Kitobda nimalarning so'zlanganligini bilish zarurdir. Bu usul bolalarga kitob setib olishda nimaga diqqat qilish lozimligini o'rgatadi. 6. Bolalarga o'qib berilgan va ularni o'qitadigan hikoya va qissa kitoblarining ularning yoshiga munosib holda tushunishlik, tarbiya xarakterli kitoblardan bo'lishi shart. 7. Hayit ayamlarda, bayram kunlarida, bolalar diplom olgan kunlarda yoki qandaqli bir munosabatni fursat bilib, bolalarga ular yoqtiradigan, xush bo'ladigan kitoblarni hadya qilish. Bundaq qilish bolalarga kitobni suydirdi va kitobning qiymatini his qildirdi. 8. Bolalarning yatqiga hargiz televizor qo'yib bermaslik lozim. Bundaq qilish bolalarni kitob o'qishdan sovutib, televizor bilan vaqt o'tkazishga ko'ndirib qo'ydi.
9. Maşinada kitap və jurnallardan xali qılmaslık. Ballar bilan uzunroq yo'l yurganda ularni o'qishga tashabbus qilish yaxshi odat bo'lib, ballarni kitob o'qishga odatlantirishning choralaridan biri hisoblanadi. 10. Ballar o'tirsida oylik yoki haftalik kitob o'qish musobaqasi ilib berib, bir oy yoki bir hafta ichida kim ko'p kitob o'qigan bo'lsa, uni o'z yaxshi ko'rgan narsa bilan mukofotlash odatini yo'l qo'yishmi ballarni kitob o'qishga qiziqtirishning choralaridan biri sanaldi. Qanday qilganda farzandlarimizda kitob o'qish havasini yetildirgil bo'ladi? Doktor Abdulkarim Bakkar qanday qilganda farzandlarimizda kitob o'qish havasini yetildirgil bo'ladi degan maqolasida mundaq deb yozgan. Men bu yerda yetildirgan havas kitob o'qish havasiga munosabatlik bir qancha misollarni keltirmoqchiman. Kishilar boshqalar bir ish bilan mashg'ul bo'lgan chog'larda ularning nimaga qiziqadiganligi yoki nimaga havas qiladiganligini bilolmaymiz. Lekin ularga bo'sh vaqt yaratib bersangiz yoki uni bir ish uchun saqlasangiz, andin ularning nima ish bilan mashg'ul bo'lganligini va nimaga qiziqadiganligini bilalaysiz deydi. Bu haqiqatan to'g'ri bir yakundir. Men bir davlatdan yana bir davlatga uchadigan aeroplanga 4-5 soat saqlash jarayonida insonning nimaga bekrak qiziqadiganligini yoki nimaga bekrak havas qiladiganligi ma'lum bo'lganligini bilib yetdim. Men bir qancha qatim bir davlatdan yana bir davlatga uchadigan aeroplanga saqlab o'tirib qilib, boshqa millatlarga diqqat qilib qoldim. Qarasam, Yevropaliklarning yanida kitob yoki qo'l kompyuterisi bo'ldi ekan. Ular zerikishlik va ich siqilish bilan o'tgan bo'sh vaqtlarini kitob o'qish yoki qo'l kompyuterisida bir ish qilish orqali o'tkazdi ekan. Ammo taraq qilayotgan davlatdagilar bo'lsa, o'rindiqlarda o'tirib uxlash, choy qahva ichish, oldin o'tgan kechganlarga qarab o'ldirish bilan o'tkazdi ekan. Haqiqatan ularning orasidagi farq tug'ilma gen meros farqi bo'lmasdan, balki tarbiya, o'sib yetilish va muhit farqidir. Agar kichik bolalarda kitob o'qish qiziqligi yoki kitob o'qish havasini yetildirishning yo'llari haqida izlanadigan bo'lsak, buning bir qancha yo'llari bo'lib, vaqt munosabati bilan tuvandagi bir qancha muhim omilni zikr qilib o'taman. 1. Bolalarga ko'ngil bildigan oila. Balaning xarakteridagi ba'zi alayliklar uning dastlabki 6 yoshdan belgilandi. Shuning uchun balalarda qiziqish va havasning yetilishida ota-onalar alohida rol o'ynaydigan bo'lib, u qiziqishlardan biri kitob o'qish qizg'inligidir. Chunki ota-onalar balalarning oldidagi tanlashlardan birini tanlab beradi. Ya'ni balalarning qalbini rasm chizish, kitob o'qishga mayil qilish tirishidi yoki balalarning erkin azodi ko'chalarga chiqib o'ynashi, foydasiz o'yinlar bilan vaqt o'tkazish uchun sharoit hozirlab beradi. Shuning uchun ota-onalarning balalarni kitob o'qishga odatlantirish ko'ngil bo'lishi, balalarda kitob o'qish havasining yetilishi uchun muhim shartlarning biri hisoblanadi. 2. Kitob o'qiydigan oila. Kitob o'qiydigan oila deganlik tarbiyalik yoki bilimlik oila deganlik emas, balki a'zolari har kun kitob o'qiydigan oila deganlik bo'lib, uydagi bola bir tarafga qarasa dadasining kitob o'qiyotganligini, yana bir taraf qarasa ukasining rasm chizayotganligini, yana boshqa bir taraf bo'lsa onasi maktabning darsini tushunolmagan qarindishining darsini tushundirayotganligini ko'radigan bir oila demakdir. Balaning uyda bu xil faoliyatlarni ko'rib yetilishi, balaning qalbida kitob, qog'oz qalam bilan o'tgan hayot haqiqiy tabiiy hayot ekan degan ishonch turg'izdi. Amerikadagi bir ota-onalar uyushmasi tarafidan kichik balalardagi kitob o'qish qizg'inligi haqida elib berilgan tadqiqotga ko'ra, kitob o'qishni yaxshi ko'rmaydigan yoki kitob qiziqmaydigan %82% balalar aslida ota-onalar tarafidan kitob o'qishga qiziqtirilmagan balalar ekan. Shunisi bir haqiqatki, balalarni kitob o'qish qiziqtirishdan maqsad kitob o'qish qaydash bilan emas, balki kichiklar cho'nglarga agishtirgan shart-sharoit hozirlash orqali amalga oshadi. Shuning uchun biz ota-onalar kitob o'qimaydiganmiz, balalarimizmi kitob o'qimaydigan cho'ng bo'ladi, deb yakun chiqarishimiz mumkin. 3. Oila kutubxonasi. G'arbliklarning uylariga kirsangiz, ko'pinchisining uyidan bir tarafida kutubxona ko'rsiz. Shuning uchun g'arb ellarining bolalari kitobga va kitob o'qiydigan shaxslarga ko'nik yoki odatlangan holda cho'ng bo'ldi. Ammo bizning ko'pinchimizning uylari kitobxonadan xoli, ba'zi uylarda kitobxona bo'lsa-mu, u kitoblar o'qib foydalanish uchun emas, balki muzeyxonaga o'xshash zinnat uchun tizilgan. Amaliyotda bizdan talab qilindigani har bir oilada cho'ng kichik butun oila a'zolariga mos keladigan, ularga ruhiy uzuq bag'ishlaydigan bir kitobxona bo'lishi va u kitobxonaning kitoblari pat-pat yangilanib turishdir. 4. Elektronlik texnika mulozimatlaridan radikal foydalanish. Televizor, internet, telefon va yoki elektronlik o'yinchi qatorliq narsalar yetilayotgan o'smirlarning zehni kuchini ojizlashtirib, zehnining ko'pragini yo'qolan foydasiz ishlarga sarf qilganligi namoyon bo'lish boshladi. Bu mustahkam tarbiyalanishga to'sqinlik bo'lgan omillarning biridir.
Şoڭa ата-аналар kitap bilan elektronlik mulozimatlarning raqobat tushib qilishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Chunki kitap bilan elektronlik mulozimatlar raqobatga tushib qolsa, cho'qimki kitap mag'lub bo'ladi. Kitapning elektronlik mulozimatlar oldida mag'lub bo'lmaslik uchun ата-аналар bolalarning internet va televizor oldida har kuni 1-2 soatdan ziyod o'tirishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Shunda qilgandila bolalarimiz cho'chak va tarixiy kitoblarni o'qishga yuzinib, asta-asta kitob o'qish orqali ko'ngli ichiladigan, kitob o'qish orqali qalbi huzur topib, kitobni haqiqiy yaxshi ko'rgan bo'ladi. Ata-аналар biz qachonki bolalarimizni mukammal tarbiyalash uchun o'zimizning vazifasini to'liq ado qilganmiz, ularning yemak-ichmagi va kiyim-kechigi qanday muhim bo'lsa, ro'yi uzuqning shunday muhimligini bildiganmiz. Balalarimizda kitob o'qish qizg'inligi hosil bo'lib, yaramli odam bo'lishning tunji qadamlari besilgan bo'ladi.